MMA zo'ravonlikka asoslangan jang turi. Oxirgi paytlarda xalqimiz yoshlari orasida aralash jang san'ati, ya'ni MMA sport turiga qiziqish ortib bormoqda. Bir tomondan yoshlarni sportga va sog'lom turmush tarziga intilishi maqtovga loyiq. Biroq musulmon farzandlari va o'zini musulmon deb bilgan kishilar uchun shug'ullanayotgan sport turlari Alloh taoloning g'azabiga sabab bo'lmasligi va Alloh taolo nozil qilgan shariatga zid kelmasligi kerak. Hozirgi kunda sport va sog'lom turmush tarzi shiori ostida islom shariatiga zid keladigan ba'zi qo'shtirnoq ichidagi sport turlari paydo bo'ldi. Shulardan biri odamlar orasida MMA, ya'ni aralash jang san'ati nomi bilan mashhur bo'lgan zo'ravonlikka asoslangan jang turi. Ikkita yarim yalang'och erkak tomoshabinlarni xursand qilish uchun bir-birini do'pposlab o'zaro jang qiladi. Ularni kuzatib turganlar orasida esa g'olib kim bo'lishini taxmin qilib pul tikadigan kishilar ham bo'ladi. Sodda qilib aytganda, bu yerda qimorga asoslangan totalizator o'yinlari ham amalga oshiriladi. Bu kabi holatlar kofirlar orasida qadimdan beri mavjud bo'lib kelayotgan ishlar bo'lib, aslida bu yangilik emas. Agar Rim tarixiga nazar tashlasak, ular orasida gladiator janglari bo'lgan. Rim arenalarida minglab odamlar, mana shu o'rinda e'tibor bering, qullar yoki mahbuslarni o'zaro jang qilishlarini tomosha qilish uchun yig'ilishar edi. Bu esa shunchaki ko'ngilochar dastur sifatida qabul qilingan. Vaholanki ushbu janglar ko'pincha o'lim bilan yakunlanganiga qaramay, ishtirok etayotgan qullarga yoki mahbuslarga ozodlik va mashhurlik va'da qilingan. Ozod bo'laman va to'q yashayman degan umidda ular shu va'dalar evaziga bir-birini o'ldirishga tayyor edi. Muhimi, har qanday yo'l bilan bo'lsa ham maqsadga erishish edi. Aynan mana shu gladiator janglari bugungi kunda MMA deb nomlanadi. Bu kabi jang turlarida musulmon o'g'lonlarini shug'ullanishi va ishtirok etishi eng katta isnoddir. Chunki Alloh subhanahu va taolo insonni aziz va mukarram qilib yaratdi. Musulmon kishi na pul uchun, na boshqalarni xursand qilish uchun birovni do'pposlab, unga shikast yetkazmaydi. Bunday janglar na axloqiy, na diniy jihatdan maqbul hisoblanadi. Endi bu sport turining shariat nuqtai nazaridan harom ekanligiga to'xtalamiz. Ba'zi kishilar harom bo'lsa ham mayli, lekin milliy do'ppimizni bir kofirning boshida ko'rish meni xursand qiladi degan gaplarni aytib, shariatni chetga surib qo'yishadi. Ular havoi nafs va millatchilikni ustuvor qo'yib, din mezonlariga e'tibor bermaydilar. Biroq biz bunday fikrlarga ahamiyat qaratmaymiz. Chunki musulmon odam har bir ishini Allohning roziligi asosida belgilaydi, shariat hukmlarini shaxsiy hissiyotlariga aralashtirmaydi. Avvalo, MMA sport turida odam bolasini tahqirlash va unga zo'ravonlik qilish bor. Alloh subhanahu va taolo esa insonni aziz va mukarram qilib yaratgan. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadi: "Va laqad karramna bani Adam." Albatta biz odam bolalarini aziz va mukarram qildik. MMA janglarida odamlar bir-birini urib tahqirlashadi va jiddiy jarohatlarga sabab bo'ladi. Bu esa islomga zid. Ikkinchidan, jismoniy zarar yetkazish va o'zini xavfga qo'yish bor. Ibn Moja va Imom Ahmad Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilishgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la darar va la dirar dedilar. Ya'ni, na o'zingizga zarar yetkazing va na boshqalarga zarar yetkazing. Va shuningdek, Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Iza qatala ahadukum falyajtanibil wajh." Agar biringiz birov bilan urishadigan bo'lsa, uni yuziga urmasin dedilar. MMA'da esa odamlar faqat sport sifatida emas, balki raqibni yengish uchun qattiq zarbalar beradi. Ko'plab jangchilarni miyasi latiyishi, suyaklari sinishi, ichki a'zolari shikastlanishi bu ham islom shariatiga zid. Uchinchidan, qimor va totalizator, ya'ni garov o'yinlari bilan bog'liqligi. Alloh subhanahu va taolo qimorni ochiq-oydin harom qilgan. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ey mu'minlar, mast qiladigan ichimliklar, qimor o'ynash, butlar, ya'ni ularga sig'inish
va cho'plar, ya'ni cho'plar bilan folbinlik qilish shayton amalidan bo'lgan harom ishdir. Bas, najot topishingiz uchun ularning har biridan uzoq bo'lingiz. MMA janglari atrofida totalizator keng tarqalgan. Tomoshabinlar g'olibni oldindan taxmin qilib pul tikishadi. Bu esa qimor bo'lib, islomda qat'iyan harom qilingan. 4-dan mast qiluvchi ichimliklar va harom narsalar targ'iboti. Ko'plab MMA turnirlarini homiylik qiluvchi kompaniyalar orasida alkogol va boshqa harom mahsulotlar ishlab chiqaruvchi firmalar bor. Islom esa mast qiluvchi ichimliklar va fahshni targ'ib qilishni qat'iyan taqiqlagan. 5-si esa hasad, g'azab va nafratni kuchaytirish. Imom Buxoriy va Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilishgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Laysa ash-shadidu bis-sur'a, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Kuchli odam kurashda g'alaba qozongan emas, balki g'azablanganida o'zini tutgan kishi haqiqiy kuchli insondir dedilar. MMA sporti g'azab, nafrat va hasadni kuchaytiradi. Jangchilar bir-birini haqorat qilishi va provokatsiya qilishi odatiy hol. Islom esa bu kabi axloqiy buzilishlarga qarshi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqoridagi dalillardan kelib chiqib, MMA va shunga o'xshash jang turlari islom shariatiga zid ekani ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Shuning uchun musulmonlar bu kabi sportlardan uzoq turishlari lozim. Afsuski, bu dalillarni bilib yoki bilmasdan o'zini musulmon deb ataydigan kishilar orasida ushbu vahshiy, qo'shtirnoq ichidagi sport deb ataluvchi faoliyat bilan shug'ullanayotganlar bor. Agar ulardan nega bu ishni qilyapsiz deb so'rasangiz, o'zlarining bu razil yo'llarini turli yaltiroq so'zlar bilan bezab, oqlashga harakat qilishadi. Ularning asosiy da'volaridan biri biz yurtimizni dunyoga tanityapmiz, bayrog'imizni ko'klarga ko'taryapmiz deb da'vo qilishadi. Biz esa ularga javoban aytamiz: yurtingizni tanitish va bayrog'ingizni balandlarga ko'tarish Allohning g'azabiga duchor bo'lishga, osmonlar va yer kengligi barobarida bo'lgan jannatni do'zaxga almashtirishingizga arziydimi? Agar haddingiz sig'ib, ha arziydi desangiz, unda bilganingizni qiling. Ularni yana qiladigan ikkinchi da'vosi esa o'zlarini ota-onasiga mehribon farzand sifatida ko'rsatish. Ba'zilar janglarni yakunlagach, "Ona, biz uddaladik, onajon sizni yaxshi ko'raman" deb arenalarda baqirishadi. Odilxon uddaladi ona. Biz epladik, ko'zimiz yoriq bo'ldi. Shuningdek, biz shu ish orqali ota-onamizni va oilamizni boqmoqdamiz, ularni umra safarlariga jo'natmoqdamiz deb da'vo qilishadi. Aslida esa ular ota-onalari uchun eng yomon farzand bo'lib yetishganlarini o'zlari ham sezmay qolishadi. Ota-onangiz uchun eng yomon farzand ekanligingizni isbotlovchi bitta dalil keltiraman. Inshaalloh shu dalilni o'zi sizlarga kifoya bo'ladi. Oilaga halol rizq yedirish haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari ko'p. Shulardan biri Imom Tabaroniy o'zlarini Avsot kitoblarida Ka'b ibn Ujro radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ayyuma lahmin nabata min suht fan-naru awla bih." Kimning go'shti harom rizqdan o'ssa, do'zax unga haqlidir. Bu hadis halol rizq yeyish naqadar muhimligini ko'rsatadi. Agar inson oilasini harom yo'l bilan boqsa, bu uning nafaqat dunyosiga, balki oxiratiga ham zarar yetkazadi. Sizni 9 oy qornida ko'tarib dunyoga keltirgan onangizga, o'zi yemasa ham sizni yedirib, ichirib, voyaga yetkazgan otangizga harom rizq yedirishga va yana buni oqlashga qanday qilib uyalmasangiz? Alloh sizga eng katta ne'mat qilib bergan farzandlaringizga yarim yalang'och holingizda birovlarni urib, qonini to'kish evaziga topgan pulingizni yedirib, ularni shu rizq bilan o'stirishga qanday qilib uyalmasangiz? Agar yo'q, men bundan uyalmayman desangiz, unda bilganingizni qiling. Vatanim, xalqim deb arenalarda baqirasiz-u, lekin shu xalqning yoshlariga ravo ko'rayotgan narsangiz 1xbet va shunga o'xshagan qimorxonalar bo'ldimi? Yoshlarni qimor o'ynashga targ'ib qilib, turli xil qimorxonalarni reklama qilmoqdasizlar. Shu yoshlar ichida kimdir sizning targ'ibotingiz sabab pul tikib, oilasini kuydirsa-chi? Siz sabab uysiz, joysiz qolsa-chi? Siz esa xotirjam, reklama evaziga kelgan pullardan mazza qilib yashasangiz, xalqingizga bo'lgan muhabbatingiz shumi sizlarni? Ba'zilari esa uyi yo'q odamlarga o'zining yonidan yoki xalqdan to'plagan puli evaziga uy qurib yoki olib berishi mumkin. Va albatta buni odamlarga ko'rsatib, o'zini yaxshilik qilayotganini ham eslatib qo'yadi.
Mana shu yerda menda bir savol paydo bo'ladi. Bir kishi sizning sababingiz bilan qimorga kirib, uy joyini sotib, hech narsasiz qolsa, siz esa boshqa bir uysiz insonga uy olib bersangiz, bu adolatdanmi? Bu qanday mezon, qanday tushuncha bo'ldi, subhanalloh. Yaxshilik va yomonlikka dalolat qilgan kishining savobi yoki gunohi haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima deganlariga qaraylik. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib keltiradilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kimda kim insonlarni hidoyatga chaqirsa, hidoyatga ergashgan kimsalarning ajrlari kamaytirilmagan holda, ya'ni hidoyatga chaqiruvchi kimsaga ham bo'ladi. Va kimda kim zalolatga chaqirsa, unga ergashgan barcha kimsalarning gunohi ham kamaytirilmagan holda, ya'ni zalolatga chaqirgan kimsaga ham yoziladi. Bu hadis insonlarni yaxshilikka chorlash va yomonlikdan qaytarish naqadar ulug' savob va mas'uliyat ekanini ko'rsatadi. Yaxshilikka da'vat qilgan kishi nafaqat o'zi savob topadi, balki unga ergashganlarning ham savobidan bahramand bo'ladi. Aksini qilgan odam esa, ya'ni yomonlikka targ'ib qilgan inson boshqalarning gunohi uchun ham javobgar bo'ladi. Agar o'zingizni musulmon deb hisoblasangiz va oxirat kuniga iymoningiz bo'lsa, bir o'ylab ko'ring. Qilayotgan ushbu ishingiz minglab, balki millionlab odamlarning gunohlarini bo'yningizga olishingizga arziydimi yoki yo'qmi? Meni maqsadim bir musulmon sifatida shuni sizlarga eslatib qo'yish edi xolos. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah dedi. Sizlar odamlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummatsizlar. Yaxshilikka buyurasiz, yomonlikdan qaytarasiz va Allohga iymon keltirasiz. So'zimning oxirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bir hadislarni eslatib o'taman. Imom Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ila Allohi minal mu'minid da'if. Kuchli mu'min Alloh nazdida kuchsiz mu'mindan yaxshiroq va uning uchun suyukliroqdir. Bu hadis sharifni menga raddiya sifatida keltirishdan yoki havoyi nafsingizga moslab talqin qilishdan avvalo bu hadisni chuqur o'rganib tafakkur qiling. Chunki bu hadis sizlarning qilayotgan ushbu ishlaringizdan pokdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.